Men sen onang qilgan ishni qilaman. Qalay bo'larkan? Onam. Xullas. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nega meni chaqirding? Abba, sizdan iltimos, erimni qaytarib bering. Nima? Bolalarim bilan qiynalib ketdim. Ko'chada qoldim. Rahmingiz kelsin. Qiynalib ketdingizmi? Uzr. Eringizni qaytarib bera olmayman. Biz bir-birimizni sevamiz. Iloji yo'q. Ering endi meniki. Bu sevgi. Opajon, iltimos, dadam bering, nima deysiz, shunaqa beraman. Katta pul topib beraman. Iltimos, dadam bering. Iltimos, dadamni bering. Dadam